Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bunda hadislar kelar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam qudsi hadis. Alloh taolo aytadi: "Ey odam bolasi, men seni o'zimga g'iybat qilish uchun baroqa keltirdim. Shunga ko'ra o'ynab yurma. Seni rizqlantiruvni men o'z ustimga oldim. Shunga ko'ra rizq ortidan chovib intikma. Meni izla, ham sen meni toparsan. Agarda sen meni topsan, butun narsani topgan bo'larsan. Agarda endi sen meni chetda qoldirsan, butun narsani yo'qotgan bo'larsan. Ham men sening uchun butun narsalardan suyukliroq bo'lishga tegish." Bu hadisni Ibn Kathir keltiradi. Alloh taolo aytadi, bizga murojaat etadi: "Ey odam bolasi, Alloh taolo bizni ne uchun bor qildi?" Ular aytdi: "O'zimga g'iybat qilish uchun baroqa keltirdim" deydi. Shunga ko'ra o'ynab yurma deydi. Seni rizqlantiruvni men o'z ustimga oldim. Rizq Alloh taoloning qo'lida. Odam bolasi rizq uchun burchila. Rizq uchun burchila. Alloh taoloning qo'lida rizq. Ham shusha rizq uchun hali biz so'loq qachonda javob berishakmiz. Hadisda kelar, boylar qiyomat kunida ijmoga 500 yilga so'ngroq kirishak deb ijmoga. Ya'ni boy musulmonlar ijmoga 500 yilga so'ngroq ijmoga kirishak deb. Miskin fakir musulmonlar qaraganda. Ha? Kim kira boylar? Boylami? Bilmayman. Kim kira? Benim o'zimning tege bilan обычно kim zakat to'lay ola, shu boy sanala. Kim zakat to'lay ola 85 gram oltin bilan endi u 85 gram oltin. Ana chaqirganda 9-dir ming. Ну, olamiz округлённый 1 million endi. 1 million so'm. 1 million so'm 1 yil. 1 yil o'zgarmishi tursa. 1 million so'm o'zgarmishi tursa endi. Bankda yotaman, yoki bankka o'sha yerda tiqtilmas, yani razit yo'q. 1 yil yotsa, shundan 2% yarim sen to'laysan miskin fakirlarga endi. Sen boy. Shunday deb bilaman inshaalloh. Как бы уже boy darajasida kirasin deb bilaman inshaalloh. Zakat to'lavlik bo'lsa endi. 2 million bo'lsa ko'proq to'laydi. То есть 1 milliondan 2% yarim 25 ming chiqadi. 2 million bo'lsa 50 ming chiqadi. Zo'rroq boy bo'ladi. Iya. Voy, dunyoda ne deganda boylar yo'q ekan. 3 mingdan 5 mingdan maksimum olib Biz ustimizda Alloh taolo bizga berdi ekan, har bir kishiga o'zincha beradi. Biz onga qanoat bo'lishga tegish. Qanoat. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, eng boy kishi deydi. Kim dedi? Kim qanoat dedi? Eng boy kishi kim dedi? Kim qanoat, Alloh taolo bergan rizqini qanoat. Eng boy kishi so'nalar. U qanoat. O'sha rizq uchun biz Alloh qoshanda qiyomat kunida javob beramiz. Hadisda kelar, odam bolasining tomon oyog'i qo'zg'almas qiyomat kunida faqat 4 narsa uchun javob bermishi qo'zg'almas degan. Alloh qoshanda shu hadisda aytam 4 narsa Alloh taolo bizdan so'rayshi qiyomat kunida. Birinchisi molni qo'yan olding. Molni qo'yan olding. То есть nima yo'l bilan kasb etding? Halol yo'l bilanmi yoki harom yo'l bilanmi? Birinchisi, ikkinchisi molni qo'ya qo'yding. Qo'ya qo'llanding.
кая кулландың? Хәләл юлгамы или харам юлгамы? Аны хәләл юл белән кәсеп итеп була, но харам юлга тыгарга була. Шул хәмер сатып алып, тәмәке алып, менә шундый юлларга. Өченчесе гыйлем белән гамәл кылу буенча Аллаһтан сорайчак, гамәл кылу. Гыйлем белән гамәл кылу. Бездә күпмедер гыйлем бар. Сездә дә бар. Потому что сез монда көн сайын гыйлем аласыз. И шушы гыйлем белән сез нинди гамәл кылдыгыз дип Аллаһ Тәгалә сорайчак. Дүртенчесен оныттым әле мин. Дүртенчесен оныттым. Bizde utanç şu an. Bizning niyatimiz başını atıp Менә монда телефонга язып бара. Карый аласыз. İnşallah. açmayalım açtan. Öğretir mi nişo şara inşallah. VPN скачайте. Benim açlayın. Значит, син VPN al. Dürüst ol. Devam ederiz inşallah. Onlara Allah'ta şuşu hadiste aytı. Seni rızıklandırığını min üstüme aldım. Üstüme aldım. Bizning endi har bir kishining sklad bor. Bu sklad ul ikkinchi tilli ma'noda kelayin. Bu skladda bizning rizq yozilgan. Şuşa skladdan bizga berilar rizq. Shunda skladda rizq bitsa kishi o'ladi. Aka bitmay, kishi o'lmaydi. Şuşa skladdan bizga beriladi. Kishi şuşa skladdan nindi yo'l bilan ola? Halal yo'l bilanmi? Или haram yo'l bilanmi? Skladdan da yozilgan endi sen rizq, u kelajak sen. Но sen nindi yo'l bilan uni topasan? Вот вопрос. Halal yo'l bilan topasanmi, или haram yo'l bilan topasanmi? Bu bar sen kelajak. Bu bir rivoyatlarda kelar, sahobalar zamonida birisi otni beylab qo'yadi, ikkinchisi urlab ketadi. Onları шыға yo'q oti endi. Onları aytadilar, falan kishi oldi deyib. Men аңар как раз shu kishiga bo'lak ketirga jinglan edim. Ol, men urlab ketdi deydi. Ya'ni аңар rizq yozilgan bo'lgan halal yo'l bilan, ular haram yo'l bilan olgan deydi. Andara Alloh Taala aytadi, meni izla ham sen meni toparsın. Biz bunda как раз Alloh Taolani izlaymiz, taravihlar o'qiymiz. Meni toparsın degan. Agarda sen meni topsang, butun narsani topgan bo'larsan. Agar endi sen meni chetda qoldirsan, butun narsani yo'qotgan bo'larsan. Ham men sening uchun butun narsadan da suyukliroq bo'lishga tiyish. Mana shunday hadis. Allohni yaratuv. Allohni yaratuv, men Allohni yaratam deb gina turib bo'lmay. Uni sen доказать etishga tegishli, что sen uni yaratasan. Namoz bilan. Ya'ni namozda sen vaqtni Allohga berasan. Namozda sen vaqtni, o'zingni vaqtingni qurbon etasan. Жертвуешь endi o'zingni vaqtingni. То есть bunda жертвовать etmishcha bo'lmay. Men Allohni yaratam deb, пока sen жертва ko'rsatmaysan, Allohni yaratam deb ayta olmaysan. Namoz, ro'za тоже жертва. Jingilay bir tugul, oshov shu bilan biz жертва etamiz Alloh rizoligi uchun. Sadaqa beramiz. Bu namoz, ro'za, sadaqa bitinsi bizni irata yumartliqqa.
юмартлыкка. Юмарт кеше ул обычно батыр кеше була. Батыр кеше кем ул? Саран кеше батыр була алмый, дип әйтелгән. Батыр ул даже үзенең гомерен Аллаһ юлында риза бирегә, үзенең гомерендә. Менә бу намаз без үзебезнең вакытны бирәбез. Уразаны без тоже Аллаһ ризалыгы өчен жертва итәбез. Садаканы Аллаһ ризалыгы өчен бирәбез. Ягъни Аллаһ Тәгаләне яратасың икән, син должен жертвовать. Ә бу алып бара торган юл ул иҗмах, җәннәт. Ул җәннәт. Җәннәткә керәсең килә икән, нужно жертвовать дигән Аллаһ юлында. Жертвовать. Вакытым белән, малым белән буламы? Вообще садака бирәсеңме, ураза тотасыңмы? Бу Аллаһ юлында син жертвуешь. Корбан чаласыңмы? Корбан тоже Аллаһ ризалыгы өчен чаласың. Аны бүләсең, син эштән берәр өчен үзеңә калдырырга мөмкин, эштән берәр өчен садакага, эштән берәр өчен анда туганнарга бүләк өләшергә, яисә мәҗлес үткәрергә. Җитәр иншаллаһ.